Assalomu alaykum Lider Kirol kanali obunachilari. Anchadan beri video qo'ymay qo'yganim ishlar ko'payib ketgani sababli. Bugun quyonlarimiz ko'paygan, shuni bir ko'rsatib o'tib ketaman. Xatot chapir, o'zi chapir bo'lgan bilan juda ham sifatli narsa. Quloqlari ham unchalik uzun emas, endi videoda shunaqa ko'rayotgan bo'lishi mumkin. O'zi ham kichkina narsa, o'sha qo'ldan ko'rib olsanglar ham bo'laveradi. 3 ta tuqqan. O'zi chapir bo'lgan bilan, lekin bolalari unaqa chiqmagan. Juda ham sifatli chiqqan. Keyin bitta narsani aytib ketmoqchiman. Shu quyonni bolalarni yeb qo'yapti degan video qo'ygandim. Shuni kommentariyasiga juda ham ko'pchilik yozishgan. Sen o'sha quyonni bolalarni ushab qo'yganing uchun yeb qo'ygan, ushamaslik kerak deb. Quyon hech qachon bolalarni ushab qo'ygani uchun yeb qo'ymaydi. Bu quyon ko'z bilan emas, shu hidi bilan ish qiladi. Quyonda shu bolalarni ushamasdan oldin yungini ozgina shunaqa qilib ushlab olsalar, qo'lidagi suvtib hidi o'tib qoladi. Hidi bir xil bo'ladi. O'sha daj bolasini ushlaganingizni ham bilmaydi. Endi ko'rgan bo'lishi mumkin, bularchi ko'z bilan emas, hidi bilan ish qiladi. U yeb qo'yishi sababi boshqa. Ba'zilar yozishgan, shu tuxum berish kerak deb, tuxumni ham berganman. Yemək qo'yguchi berganman, tuxumni oqini. Quyon nima uchun yeb qo'yadi? Shu bolalarni, shu videodagi mana shu quyon edi. Nima uchun yeb qo'yadi? Qanaqadir vitamin yetishmasa, keyin yeb qo'yadi. Men shaxsan menda shunaqa bo'lgan, qo'yganlarda qanaqa bilmadim. Tuxumni ham yemək qo'yguchi berganman, vitamin suv ham berganman, lekin shu foydasi bo'lmagan. Bu xatot so'raganlar bor edi, o'sha mana bolalar o'sha tug'ildi, agarda qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol bron qilsanglar bo'laveradi. Bular ham tug'adi, bular ham bo'g'oz. O'sha 15 kun ichida tug'adi. Bunisi ham bo'g'oz. Bunisi ham tug'adi, xudo xolasa bunisi 2-3 kun ichida tug'ish kerak. Yangi quyonlarimiz ham kelgan. Shuni ko'rsatib o'tib ketaman. Gollandlarni juda ham sifatlilari kelgan. Ko'ringlarda basharasi ham go'zalidan. Maski sharflar tekis kelgan. Ikkalasinikiam. Bularni hali qo'shganim yo'q, xudo xolasa shu kunlarda qo'shishim kerak. Bunisi ham yapon samka, xudo xolasa bu ham bo'g'oz. 20 kun ichida xudo xolasa tug'adi. Golland samkalar bular ham bugun keldi bular. Juda ham sifatli narsalar. Xo'p, xatotga qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, bron qilsanglar bo'ladi. Sutdan chiqarib 45 kunlik qilib beraman. Video yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib ketish esdan chiqmasin.